xatga olib kirishim kerak. Stankaga olib kirib qo'yaymi? Bizga stankada olib kiring. Xo'p, aka. Shot qilay sizga. Ha. Xo'p, aka. Yandex'te ishlaysizmi? Ha, Yandex'da ishlayman ukam. Bola chaqa boqish kerak. Ularni o'qitishim kerak. Senga o'xshagan bolalarim bor, katta-katta bo'lib qolishgan. Ularni kontraktdan to'layman. O'qishga kirgan ular ham. Chiqmasa. Aka, tezroq haydab boring. Ha, bo'ldi, hozir. Ben boshqasini olib qo'ydim, qiz tug'ilgan bo'lib qoluvdi. Aka, tezroq haydab boring. Bo'ldi, aka, kelaman hozir. Bo'ldi, singlim. Hozirgiliga nima bo'lgan? Mana ayolim voqli borib yotib oladi, singlim. Salom uka, yaxshimisan? Tuzumsan, ishlar yaxshimi? Ha, men shunaqa bo'lsa kerak. Shu ofisdan deb yozganda mashinasi, shu hammasi deyman, shu. Assalomu alaykum. 200 ming qo'yadi. 92 bo'ladi. Ha. Ciddi hazırlamız. Sizlarga kelgan Yandex'misiz aka? Buncha sekin yurasiz aka. Aka, ko'chalarda radarlar bosib yotibdi. O'g'ilni ham kontraktini to'lashim kerak. Aka, qo'ysangchi bola chaqani. Hozir yashasang mana bizga o'xshab yashang aka. Har kuni shu ahvol. Har kuni maza. Bu 2 kunlik dunyoda o'lib ketasiz. 2 kundan keyin уже hech kim sizni eslamaydi ham. To'g'ri aytasiz, Uyda kim bor? İş yerden dadacan. Aleyküm. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Kim bor uyda? Aleykümselam. Yaxshimisan? Charchamin? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ke bolam. Charchamin? Yaxshi kelibsan. Tinchmisiz? Charchadim, ona cho'chayapsiz. Danini ola qol bolam. Ha, yo'q.